Assalamu alaikum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men Mehmet. Bugungi yeni bir tırnaq taqdim bardım paranglar programmasiga mashunda bir addiylan bir video tatdiq. To'g'ri eysizlar. Mana bugun sirqi chiqqandiq. Bugun soat 11dan soat 13gacha, 15gacha. Mana shu sirqi chiqsa kichik bola achiqsi bo'ldi degan keyin shu bizning bolamiz achiq bir cho'galtib kirladi, bir boshidek bir apadoq. Hamma o'zingizlar yaxshi turgansizlar, salomat turgansizlar qarindoshlar. Bugungi bu buxtliq videoni asosligi biz 3-4 bir kichik bir deydigan ishlar bor, sizlar bilan bahramlanib qo'yay deb tartishim. Birinchisi, qarindoshlar, menga ko'p rahmat. Sizlarning qo'llashinglar ostida bizning YouTube kanalimiz Ulush kun 500 kishidan jiq mushtari bo'pti. Nihoyatda xush bo'ldik. Ularning ko'pincha mana shu Turkiyadan jiq qarindoshlar bor. Yine O'rta Osiyodan bakan, Arab davlatidan bakan, Yevropalardan bakan, Kanadadan bakan, sizlar ko'p rahmat. Amerikadan bakan, sizlar ko'p rahmat qo'llag'ininglarga. 2 kun ichida yana shu to'rdoshlarning tirishchanligi, g'amxo'rligi qo'llash ostida 750 ga yaqinlashib qopti. Demak, kishilar yana o'ziniki sog'lomlikka ko'ngil bo'ldi ekan. Buni xush bo'ldik. Biz buni davomli yaxshi mazmunlar chiqarishga tirishimiz. Bu mening birinchi aytadigan ishim, sizlarga rahmat aytish. Hem de ikinci iş olsa, şu virüs yuqumlash ahvolini biraz sizlarga qisqacha deb o'tay deb şu so'zlashim. Doktorxonaga men oldin qitinliq taqdim bordim paranglarda shu tuyuqsiz injiqlab qolib degandim. Men bir hafta xili yaxshi, bir haftaning yoqi 10 kundek bo'lib qopti. 10 kundek bo'lib qopti. Bizning kunda doktorxonada shu virus yuqumlanib og'ir darajada şu ahval ağırlaşıp doktorxonada yetishga to'g'ri keladigan bemorlardan kunligi 2 atrofida bo'lardi. Biz buni nihoyat xursand bo'ldik qaytadan hamda 7-8 kun muqim mangdi desak bo'ldi. Shunlar tunyanki mana Turkiyaning ahvolini balkim ko'rdinglar. 28 o'lim soni bor ekan, 1100 shu qon testida, qon natijasida müştaq yuqumlan deb chiqqanlar bor ekan, demak xillam ozdi. Shundan so'ng meni taqbek qilinglar, o'zinglar bek asranglar, az qoldi bu ishlar o'tkazganimga. Kayfiyatinglarni buzmanglar. Normal turmush asosida qayta o'tadi. Jiddiy qutqizishning normal turmush qayta o'tadi. Qanday bo'ldi desangiz, endi burunqi beshim og'irdi, yo'talib qoldim degandek bemorlar kelishib boshladi turklarning-chi. Bir tarafdan kulgimiz kelib, bir tarafdan xursand bo'ldik. Normal hayotga asosida qayta o'tibdi. Bu ikinci ish. Yana shu qo'limizni yuvishni davomlashtiraylik, pokizlikka diqqat qilaylik, maskani taqib chiqaylik. Agar muhim ish bo'lmasa sirtqa chiqib ketmaylik. Kichik bolalar davomli sirtqa chiqmasin. Shu belgilangan vaqtda chiqsa biraz havo ilib qisi bo'ldi, lekin uyga kirgan chog'da diqqat qilib, tozalik diqqat qilaylik. Bu ikkinchidan ishim. Uchinchisi, shu maslahat berish liniyasini yo'l qo'ydik dedim-ku. Uni yo'l qo'yilib 15-20 kundek bo'lib qoldi. Hozirgacha dunyoning har qaysi yerlarida maslahat so'ragan to'rdoshlar bo'ldi. Ba'zilariga yaxshi javob berishga tirishdik, oldingi gapim o'xshash. Bir 50-60 ta bemorlar yig'ilib qoldi. Hammasiga amallar shu yo'l ko'rsatib qo'yatimiz. Ko'pincha Turkiyadan kelyapti bu bemorlar. Boshlayotgan bo'lsa ba'zi dorilarni ismini deb beramsak-mi, ichidagi moddasini, modani ishlatib qo'ying deb tavsiya beryapmiz. Endi buni qisqa qo'yishimga sabab asosligi siz bir doktordan maslahat so'ragan chog'da amal va o'zingizning kasal ahvolini aniq deb bering. Bunda alomat bo'tadi, yeshim mancha, jinsim mavu, bo'yim mundaq, eg'irligim mundaq, alomatlar mavu. Ma vaqtlardan bo'lishga boshladi bu alomatlar deb ahvolni qancha tafsil deb bersangiz, o doktorima masalan men yo'q, mayli qaysi bir doktorxona bering, qaysi bir kishi doktordan maslahat so'rang, o doktor sizga tafsil javob bera oladi. Atrofli maslahat bera oladi. Ammo ba'zi kishilar bunday qilyapti-ku. Uyg'ur qarindoshlarimiz qo'shiliblar. Assalomu alaykum deb salom saat berib qo'ygandan keyin udilam palani kasallikka eng yaxshi dori deb bergan bo'lsangiz deb mana e'lon ish bor ekan. Nechta uchurdimdi. Ham ularga nimqin emas, ular so'kkin emas, faqatlam unda desangiz uni sizga hech kim deb beramaydi-ku. Mushtarak diqqat qilsak. Agar sizga ma'lum bir kishi kelib, ma'lum bir doktor kelib, o'zining doktor degan bir kishi kelib, "Mav kasallikka eng yaxshi qilgan dori shu inson bo'ldi, saqiysa" desa, sizda hech bir ahvolingizni so'rmasa, kasallik alomatini so'rmasa,
yoki bir natijani so'rmasa, udlama dorniya saqiysa desa, amsa u doktor emas ekan desak bo'ldi. Yo'q, doktor bo'lib, doktorluq axloqi maskamaydigan bir odam ekan desak bo'ldi. Unda odam yo'q, unda odam bo'lsa, uni ishama. Şoňa her qitim bir doktorxon barsanız, doktorxonada o'ltirib kesal ko'ra odam ko'pincha bir ahvolingizni so'ramaydi. Uni so'raydi. Uni so'rmay turib sizga dori bersa, u xato bo'ldi. Uni aniq bilib qo'ying. Hamda bemorlarni ko'nglini tushunamiz, chunki o'ziniki alomati bo'lgan, balkim u bemor necha oyning, necha yilning yoki shu azobni chekyotdi. Eng yaxshi dori tepishga oldiraydi, men uni yaxshi tushunamiz-chi, ammo ba'zi ishlar unda oson hal bo'lmaydi. Ba'zi kasalliklar bor, ömür boyu emişler. Kütündiğen gap, ömür boyu ba'zilar paraz tutan gap, ömür boyu diqqat qiladigan ishlar bor qarang. Endi Alloh shifolik bersin to'rdoshlarimiz. Biz mu amal shu sababini qilishga tirishimiz, yaxshi to'g'ri yo'l ko'rsatishga tirishimiz. Şoma har qitim mana bemorlar uchirgan chaqda, mayli u bemor bizni bu kishi bizni qo'llash uchun uchir qildimi, yo masala so'rash uchun uchir qildimi, hammasi o'tilam. Avtomatiklan men ratlab qo'ygan 7 savol avatib qo'ymoqchi. Etisol tizimdagi tordim bor, ba'zi YouTube kanalimiz aslında yazıp qo'ydik. Facebook, Instagram'dan yazıp qo'ydik, tor bekatimiz yazıp qo'ydik. Shu jinsingiz nima, kasbingiz nima? Chunki ba'zi kasbda bekchiq o'ltirib ish qilalar bor. Yoki ba'zi eg'irnas ko'targan kishilar bor, ba'zi radiatsiyalik bir muhit ishlaydiganlar bor, ba'zi chang to'zon muhit ishlaydiganlar bor. Shu kasbi muhim. Şu vaqtki alomatimiz balkim shu kasb bilan munosabat bo'lishi mumkin. Shu unimiz depasini yaxshi bo'ldi. Eg'irlik qandoq, egizingiz qandoq, anadagi alomatingiz nima, qancha vaqtdan beri bor. Ara bulam degan davomli bo'tamdi. Yangi bo'ldimi, burun bormidi? Burun bo'lgan bo'lsa, davolanish vaqtingizmi, doktorxon berib vaqtingizmi, doktorxon tekshirishlar qilib baqqan bo'lsa, natijasi bormi? Degandek biraz tafsirat so'rdim. Endi uning ichida qaysidan javob berasiz, ashuni deb bersangiz, hech bo'lmasa egizingiz bilan alomatlarni deb berasiz. Qog'alari bo'lsa, bo'lmasa endi bo'lsa deb bering, bo'lmasa endi deb bersangiz tek yaxshi. Deb beramiz-mi endi bakliqi gelingizni siqib so'ralmaydi. Ham sizga yaxshi bo'lsin deb so'raymiz. Şoňsizlarni to'g'ri tushunishinglarni astoydil, sevirlik bilan biz doktorlar so'ragan savollarga javob berishingizlarni umid qilamiz. Bir misol bersam, bir qarindishimiz uchur qilibdi. Qiliblam salom saat qilishdik. Qandan keyin men savollarni evet berdim. Balkim bir masala so'rag'is bordi deb. Evet bersam, o qarindishimning ayt adabtik holda degan gapi menga, "Ya o'zing yeshin deb bermadi. O'tla menga ma'z bezi qetib oldi, og'riq bor" dedi. Bunu en yaxshi doğrusunu deb bering dedi. Ishki qurlam gapchi. Turib ketib bir nima desam bo'la deb. Chunki uni oldima savollarni emas evet berdim. Uni biraz saqlab baqdim, 1-2 kun, 2 kun saqlab baqdim. Uni bir javob yo'q. Men dedim, ma'qul bo'lsa, men sizga turish yerini so'rab oldim. Chunki boshqa to'p qolsa, Turkiyadagi dorilarning ismi tushmasligi mumkin. Lekin ichidagi modda tushdi. Shunga ben sizge şu ağır toxtan maddenin ismini dep beray. Şu dorixon berib so'rasangiz, shuningki şu dorining ismini berdi sizga, setib berdi. Agar ağır toxtan ishingiz bo'lsa dedimchi. Desam, yo'q, hatto tushunib qolibsiz, menga bir tafsil maslahat bergan bo'lsangiz dedi. Degandek ekan, men dedim, siz o'zingizni men savollarga evet berdim, lekin sizning deb berganingiz kimga o'xshaydi? Men buni qatla men tafsil maslahat beramayman dedimchi. Chunki agar ish cho'ng bo'lsa, mesela 45-50 yaşında kim bo'lsa, ma'z bezida ish bo'ldi, yo'g'nam qilish bo'ldi. Uningki davolash ayrim. Agar yosh bo'lsa, ma'z bez yog'liq bo'lishi mumkin. Uni davolash ayrimchi. Uni bilmay turib, sizga tafsil maslahat beradigan hech kim yo'q. Birdan-bir Alloh bunga qodir, uningdan boshqa kishilar unda qilolmaydi. Hamda o kishiningki ismini demaymiz bu yerda, faqatlam misol bo'lsin dedim. Hem o tordashimiz kelgan bo'lsa, ko'ngliga olmasin, faqat boshqa tordashlar ibrat bo'lsin, bir o'rnak bo'lsin deb deyishim. Buni to'g'ri tushunasizlar. Dördüncü işim bitti. Aldık işlerini hep bulduk. Dördüncü işim bir dep koyduğum iş şu Türkiye'de biz çetel çıkan çağda, yeni çıkan çağda hemimizin bedeni yaxşıdı. Ağırıp kalmaydık, sağlam çıkan çetelge. Köpüncü kişiler hemdi. Şu nini arzu ümitler bilen çıkandık. Hemdi yıllarını ötüşü ergişip, asta kesel buluşqa başladık, kesellik alametleri çıkışqa başladı. Lekin ama Türkiye'deki Uygurların, Türkiye'de bu Uygurların köpünsününki sığırtısı yok. Bunu hemimiz bilimiz.
Nima uchun yo'q bir iqtisodiy jihatdan bo'lishi mumkin. Ham birisi mana shu ishlash rasmiy ishlab kirsa asli sug'urtasi bo'libdi. Lekin unda qilishga imkoniyat yo'q, iqomat yo'q, ya pasport yo'q, uni hammamiz bilamiz. Endi O'rta Osiyonikini ahvolini chiqmayman. Endi Yevropa, Amerikada Uyg'urlarning balkim yaxshiroq sug'urtasi bo'lishi mumkin ko'pinchisiniki, chunki u yerda misal durum yaxshi hamda ahvol yaxshi. Arab davlatiga men chiqib ketmayman. Endi iqtisodingiz yarbasa, sog'lomligingiz biroz ko'ngil bo'lib qo'ying. Shu sug'urtani qilib qo'ying. 6 oyda bir, yilda bir tekshirishni turing. Chunki mana shu sug'urtaliq bemorlar kelgan chog'da qo'rqmay bir ishlarni qila olamiz, hech bo'lmasa. Chunki doktorxona biz savomidoq. Ichidagi tekshirishlar ba'ziga men pul chiqarib nima qilmay, shu Uyg'ur tunishlar kelgan chog'da. Ba'zilari o'z chiqarib qiladi. Jiq bo'lib ketdi bu ishlar. Bir hadimiz kelibdi ekan. O adimiz o'sma bor ekan, o'sma badinamir yamrab ketibdi. Aran hali qilib jiddiy qutqizib berdi. Men jiddiy qutqizib turg'achqa men uchrab qoldi ashada. Bosh doktorxona beribdi, u yerda qiynalib chiqibdi. Sen boshqa bir qon ilib andan men kel debdi. Men uchrab qoldi, lekin u doktorxona bermabdi, asli berish kerakdi. Bermabdi, men kel qoldi, men uchrab qoldi. Voy, Uyg'urma desam, voy deb xo'sh bo'lib ashada jig'lab ketdi. Undan keyin qon berdik. Ash doktorxonadan qonlarni nim qildik, yuksaltdik. Andan keyin shu o'sma kasalliklar doktoridan topdik, davolash ilib bordi. Asli u bemorniki hayoti 4 oy, 6 oy qolibdi ekan. Davolashni yaxshi ilib bora oldik, chunki uni sug'urtasi bor ekan, qo'rqmay akirdim. Yordam qilish beradi. Akirgandan keyin davolashni unumli ilib bordi. 2 yil bo'lib qoldi. Oldin vaqtim kelibdi. O'g'lim xil yaxshi bo'lib qoldim deb WhatsAppda uchir qildi andasanda. O'g'lim bunday yaxshi bo'lib qoldim anda deb. Men xo'shib ketdim. 6 oy degan bemor ana 2 yilgacha yashadi. Endi yana birisi bir sug'urtasini yangi qilgan bir lekin badni og'ir kasal bo'lgan bir odam ko'zimning oldida qon qusib o'lib ketdi. Undaq ishlar bo'ldi. Nima uchun? Chunki ba'zilar qurbatimiz yetmay qoldi. Shunga iqtisodiyot bergan to'rdashlar pulni siqib hashlash kerak, to'g'ri, iqtisod qilish kerak, ammo sog'lomlik kelgan chog'da undaq nima qilib ketmang. Bak siqib ketmang. Chunki pulni nima uchun topamiz, yaxshilik qilish uchun topamiz. Salomat bo'lsangiz shu ishlarni qilib bo'lar. Sug'urtani qilib qo'ying. Agar sug'urtani qilamiz, haqiqatan qurbatingiz yetmay qolsa, iqomatingiz bo'lib qolsa, cho'qimlam shu mahaldagi sog'liq ojağı deb qo'yamiz, shu yerga tizim tib qo'ying. Ashyoda hech bo'lmasa bir badingiz bir yer og'irsa kirib dardingiz so'zlaydigan bir yer bo'lish kerak. U sizga dorilarni yozib berdi, az bo'lsin tekshirib qo'ydi, yo'qmi hech bo'lmasa yo'l ko'rsatib qo'ydi. Iqomatingiz chiqqan bola mayli cho'ng bo'ling, kichik bo'ling, uning erini men hozir yaxshidim deb tizimlatmasangiz, keyin andan keyin og'irgan chog'da o'ynaga boraman deb shu qatirib beshingizni tiqdan yetib olmay qolasiz. Bergan tavsiyam shu. Sog'liq ojağı başvuruş uchun, iltizamlash uchun rasmni evlan, iqomatni evlan, kimlikni evlan bering, biz so'rang, nima bir qilishim kerak deb. Chunki sog'liq ojağını o'zi tizimlatmaydi, sizni bir avatadi. Asha bir tizimsiz, bir kichik bir nimba jadval bor, to'shqisiz, andan keyin sizning shu rayonniki adresingiz bilan yana siz turadigan uyning adresini, uyniki nimasi bo'lib qolsa, qog'oz bo'lib qolsa evlan. Chunki siz haqiqatan ashada yashamsiz, isbot bo'lish uchun so'rab qilish mumkin. Jadval to'shqilgandan keyin adresingiz kartasining shu uyingning atrofida mayada bir sog'liq ojağı bor, sog'liq punkti bor. U yerda palon doktor bor. Qaysini umid qilsa deb so'raydi. Palon doktor deb uni bekitasiz. Andan keyin shu keyin 184 keyin uy qaytib kelgandan keyin 30 ni kirib olgan keyin uy qaytib kelgandan keyin 184 ga telefon qilib, men palon doktorga randu oldim, nomer oldim desangiz, sog'liq ojağı nomer berdi. Ertasiga uygini bora olasiz. Buni men keyin tafsil qilib tushuntirib qo'yman. Endi men fikrlarni anglab qo'yishingizni umid qilaman. Agar iqomatingiz bo'lmasa, pasportingiz bo'lmasa, jiddiy ahvollar bo'lgan chog'da men jiddiy ahvollar to'g'riliq YouTube video chiqarib qo'ygan, to'g'ri beketim bor mazmunlar. Erinmay bir ko'rib boqing, anglab boqing, 10 minut vaqtingizni oldi. Ashta jiddiy ahvollar bo'lgan chog'da iqomatingiz bo'lsin, pasportingiz bo'lsin, jiddiy qutqaruv nomeriga telefon qiling. Turkiyaning nomeri 112. Telefon qilib menda ma ahvollar bor desang, jiddiy deb o'ylasam kelib sizni oladi. Agar o'lim xavfi bo'lsa, haqsiz davolaydi doktorxonalar. O'g'irlikda davolmaymiz, chiqib ketadigan ish bo'lsa, Uyg'urlar telefon qiling, biz yordam qilaylik. Tunishlar telefon qiling, tunishlar telefon qilsin. Ashta qildi. Bu 4-chi edig'inim.
5-nji deydiginim bek qamady emdi. İýdem bek uzurap ketdi. Togry düşünme bek möňüp gähip ketdim. Bir ýere turamay kaldım. Bugün hava bek ýaşy eken. Emma salamat bolаңlar. Ene qalan esim kelgen çagda sizlerge diýişim mümkin. Ene gaýtadan sizlerge rahmet etdime. YouTube kanalymyz 700-nji jyhlydy. Bolsa dawamly gollap tehim jyhlasa, biz muny aýdy bir güçke kirip işlesek, ýen birse dünýäniň her gaýsy ýerden bizge şu roýy jähetden bizge medet bergen kişiler köpden köp rahmet. Angliýadaki bir doktor Uygur baken garyndaşymyz, onuňa rahmet. Gollandiýadaki bir hemşire garyndaşymyz baken onuňa köpden köp rahmet. Ýene başga bizden şu Facebookda her gaýsy ýerde gollap kelgen, ýene Kanadada Uygur aklarymyz baken, Allah aşlaryň hemmesi köpden köp rahmet. Hemmimiz birle tirişip, hemde golumyzdan nimkäsi şunu kılıp, hem saglamlyk sistemisi da bir işlerini kılıp baksak pek ýaxşy boldy. Hem de ahir bir dep goýdygynym, hem ola bek özüňle asraňlar, ýene Hudaýym bir iş kepden keyin belki tehim ýaxşy ötüş mümkin, ama bu arada pek dikkat kılыңlar, çünki bäzi döwletlerde bu Hudaý virusy ýene gaýtadan partlap, ýene gaýtadan adam jaklap gitip beripdi. Biz bäni goýatmay, tirişip, maskany takap, pakyz bulup, şu bolsa öýde biraz çynykyp goýup, çünki biraz tälinip, issiq wagtlarda eger balkonlarda eger şu äplik bolsa, maýlanyp ýetip degende, şu tälinip turup, şu herket kılıp turup maýlanyp ýeten bolsa. Aldyken gähip ketdim. Şoň buny takyp tukup paraňla seýpisi goýmaz. Özüňle bek asraňlar. Bigen keşde ätdim başlaýym dawamlyk ýürek keseliklerine sözleýmiz. Onuň sirdiň başga ýaxşy bolgan torlaşadan kelgen suallarga jogap bergeç, o togry täpsil mezmunlarny berimiz. Hamma özüň asraňlar, köýüşke salamat bolňar. Allaha emanet.